Menda 1 millionta qishloqi bor va ularni Farlandsga olib boraman. Tayyor bo'linglar bolalar, Farlands millionlab bloklar narida. Bro, yig'lashni bas qil, bu safar emas, yo'lga tushamiz. Yo, qorong'i bo'lib ketyapti. Biror joyda uxlashimiz kerak. Okey bolalar, lager quringlar. Bu lager shunchaki zo'r emas, afsonaviy. Yotish vaqti dedi. Hey yo, bro, nima qilyapsan u yerda? Chiq. Ochishga arziydi. Yo, nima bu? Qishloq juda g'alati va buzilgan ko'rinyapti. Demak, to'g'ri yo'nalishdamiz. Bro, shuncha vaqtdan beri yurmoqdamiz. Ha, oyoqlarim so'radi mendan ijozat. Yo, bro, soch oqarib qolibdi-ku. 1 daqiqa. Bu doim shundaymidi? Yo'q, ishonchim komil emas. Ha, aslida necha oshasan? 23. Yo, 23. Amaka, siz pishib ketgansiz. Oh, oldinroqda nima bor? Ko'prik? Voy. Okey, bolalar, muammo bor. Ulkan maxluq ko'prikni to'sib turibdi. Ref, buni menga qo'yib ber. Boshqa fikrlar bormi? Qurbonlik qilsak-chi? Yomon emas. Sen bor, unga barcha zumradlaringni ber. Bro, zumrad dedim. Menda zumrad yo'q. Okey, bu yerda kimningdir cho'ntagida pul bormi umuman? Men hal qilaman. Yo, bu qishloq juda trippi ko'rinyapti. Yaxshi kiyingan. Bu 100% ishlaydi. Bro, to'g'risini aytsam, hech narsa o'ylay olmayapman. Balki u shunchaki muhabbat istayotgandir. Mayli unda, qizingni qurbonlik qil. Nima? Yo'q. Tashvishlama, baby. Ularga seni berib qo'ymayman. Senga 1 stak zumrad beraman. Kechirasiz azizim. Qo'yin. Let's go. U maxluqqa gul beryapti. Yo, ishladi. Katta qishloqlar. Xarita shuni ko'rsatyaptiki, yaqin qoldi. Ref, yura olmayapman. Oyoqlarim ishdan chiqdi. Mana yordam beraman. Yana kimning shikoyati bor? Yordam, lablarim og'riyapti. Hey, yo, nari tur mendan bich. Hey, Ref. Nima gap? Shuni aytmoqchi edimki, bu sayohatda bo'lganimdan juda xursandman. Davom etamiz. Okey, endi yaqin qoldi. Yo, nima uchun hamma narsa g'alati ko'rinyapti? Ref, daraxtlar g'alati, qarama ularga. Osmon g'alati ko'rinyapti, qarama unga. Ref, yer yo'qolib ketdi. O'ylama bu haqida, davom et. Ref, yerda chuqur bor endi. Qo'y, tushib ketma, ahmoq. Ref, qo'rqyapman, qo'limni ushlab ol. Mutlaqo yo'q. Nima bo'lsa ham, Ref, orqangdaman doim. Bro, nima bo'lyapti o'zi? Mana u Farlands. Bu go'zal ekan. Xudoyim, nima bu? Bu nima? Bro, eshitmadingmi? Bu Farlands. To'xtamasdan davom etadimi shunday? Ha, bu buzilgan kod abadiy ketadi. Ref, u yer juda qorong'i. Qo'lingni ushlab olsam bo'ladimi? Yo'q, tashvishlanma, Ref. Men seni himoya qilaman. Nima? U yerda allaqachon biror narsa bor. Ketdik, kiramiz. Okey, qishloqlar, eshiting. Mana shu yerga keldik. Nima borligini bilmayman, nima topishimizni bilmayman, lekin topishimiz kerak. Hammangiz uni gapini eshitdingiz. Qani olg'a, tinchlan, bro. Ref, boshim ichida qo'rqyapman. Bro, men qo'rqma dedim-ku. Ortidan boramizmi? Ha, sen birinchi. Yo'q, iltimos. Tanlov yo'q senda, bro. Ref, qo'rqyapman, kira olmayman. Bolalarcha qo'rqma. O'lgan bo'lsa kerak. Okey, navbat kimda? Men emas. Ini, mini, mayni, mo. Voy, nega men? 1 daqiqa. Hey, Ref kanaliga obuna bo'ling. Yes, sir, let's go. Lekin sen baribir kirasan. Salom. Ref, yerda g'alati narsa bor. Qo'rqdim. Nima qilay? Okey, yetarlicha razvedka. Hamma hozir sakraydi. Okey, lekin bu maxluqlarga qaramanglar. Sakra! Yo, qayerdamiz? Hech narsa ko'rinmayapti. Tashvishlanmanglar, menda tungi ko'rish ko'zoynaklari bor. Yes, sir, nimani ko'ryapsan? Bir narsani sezmoqdaman. Ulkan. 1 daqiqa. Hey, yo, sen bu qishloqlarni orqalariga tikilyapsanmi? Okey, birortangda fakel yoki shu kabi narsa bormi? Bro, bu aslida ishladi. Voy, nima bu? Bu butun shahar-ku. Ular bizni sezmayapti ham. Ha, aylanib ko'raylik. Yo, kutubxona. Bro, bular kitob o'qardimi? Ref, buni qara. Yo, hozir qaytarib qo'y. Qo'ymayman. Qara, qo'limda nima bor? 1 daqiqa. Bu menmi? Ha, bu uyda sehrli narsa. Yo, bu katta daraxt nima qilyapti yer ostida? Menimcha ularda biror sir bor. Belgi bor. Teginmang deyapti. Ha, teginmaymiz. Qishloqlar, daraxtdan uzoqroq turing. Teksak nima bo'ladi? Biz bunga tegmaymiz. Diqqatingizni buzmang bolalar. Ketdik. Pashole, baribir tegaman. Daraxt yonyapti. Qanday? Yonyapti shekilli.
Bro, nima uchun? Hamma tinchlansin. Menga nima bo'lyapti? Hey, orqangda bro. Ho, qayerdaman o'zi? Kim daraxtni yondirdi? U yondirdi. Ref, what the fuck? Nega sotyapsan? Buning uchun hayotingiz bilan to'laysiz. Biz muammo chiqarishga kelganimiz yo'q, yuqoridan kelganmiz. Yuqoridan keldingizmi? Ha, hammamiz. Demak, siz sabab bilan yuborilgansiz. O'tiring. Okey, o'ldirasizlarmi bizni? Yuqorida biror narsa bor. Bizni ming yillardan beri qamab qo'ygan narsa. Yashirinish uchun shahar qurdik. Jang qilishga urindik. Har safar yutqazdik. Bu nima o'zi? Biz uni entity deb ataymiz. U Farlands ustida yuradi. Bu oson ish bo'lsa kerak, to'g'rimi bolalar? Menimcha oson emas. O'char ovozingni. Okey, qishloqlar yo'lga tushamiz. Ishimiz bor. Shoh aka, tashvishlanmang, sizni ozod qilamiz. Qishloqlar xavfsiz ekanligiga ishonch hosil qiling. U keldi. Nima degani keldi? Nima bu? U shiftni buzib kirmoqda. Hamma narsani vayron qilyapti. Binolar qulamoqda. Ref, nima qilamiz? Qoching, shunchaki qoching. Yo, bu entitimi? Xudoyam. Bu narsa dahshatli. Bunday narsa kutmagandim. Hoziroq chiqishimiz kerak. Mana bu devorda teshik bor ekan. Boring, teshikdan o'ting. Bizni ko'rdi. Tezroq. Men tirakman. Yes, sir, davom eting. Biz qutilmadik. Boshqalar davom eting. Boringlar, men bu yerda ushlab turaman. Shoh, sen yolg'iz u bilan jang qila olmaysan. Men buning uchun uzoq vaqt kutgandim. Bor. Okey, qishloqlar yuring. U chiqish, keling va tashqaridamas. Ko'pchiligimiz omon qoldik. Bu yaxshi emas. 1 daqiqa. Entity qayerda? Ref, bu juda jim. Ha, juda jim. Shoh to'xtatgan bo'lsa kerak. Mana u yo'q, orqaga bor, bro, qochamiz. Qishloqlar hujumga, uni har narsa bilan uring. Yo, olg'a. Hech narsa ishlamayapti. Ref, men unga o'q uzyapman. Yey, o'g'lim, men bilan faxrlanasanmi? Yo, yiqitib qo'ydi bizni. Bro, bu narsa o'ta kuchli. Bilyapman, general, bilyapman. 1 daqiqa. Uni ichidan yo'q qilish kerak. Kimdir ichkariga kirib portlash kerak. Men buni bajaraman, Ref. Ishonching komilmi? Ha, albatta. Shunchaki uni chalg'itib turing. Okey. Qishloqlar, u narsani chalg'itib turing. Uning rejasi bor. Davay bolalar, ishonaman. Davay bro. U 2 daqiqadan beri ichkarida, lekin hech narsa bo'lmayapti. Bro, nega ishlamayapti? Ref, kimdir uning orqasidan kirish kerak. Uchovingiz men bilan yuring. Yo'q, iltimos. Ref, u yerga kirishni xohlamayman. Juda kech endi. Qishloqlar, hujumni davom ettiring. Bu qanday joy? Ref, menga hech biri yoqmayapti. Ha, menga ham. Hech narsaga tegmanglar. Miyani topishimiz kerak. Siz qaytdingiz. Bro, sen shu vaqtgacha shu yerda edingmi? Tanada portladi, ammo hech narsa bo'lmadi. Aniq bo'ldi, lekin uni o'ldirish uchun faqat miyani topish kerak. Ref, bu qanday ovoz? U deyarli ichkariga kirdi. Ref, ana bu yerda nimada porlayapti? Mana miya. Ketdi. To'xtay olmaymiz, davom eting. Yordam, harakatlana olmayman. Xayr, mana u. U miya deb o'ylayman. Bunga ishonching komilmi, Ref? Ichkaridamiz. Ha, bilaman, lekin boshqa ilojimiz yo'q. Hamma qo'zg'irib, qoching. Bilmayman, faqat harakat qiling. Boom! Ref, buni epladik. Yes, sir, mana bu gap. Sizlar ozodsiz. Yo'q, qaranglar, ular 1000 yildan beri quyosh ko'rmaganlar. Okey, biz ketamiz. Omad tilaymiz, bolalar. Hech qayerga ketmaysizlar. Nima? Bu nima deganingiz? Entityni o'ldirdik-ku. Bilamiz. Demak, ketishimiz mumkin-ku? Yo'q. Bro, yo'q deganing nimasi? O'rab olishmoqda. Nima bo'lyapti? Bilmayman, lekin orqaga turing yoki otaman. Qo'rqmaysizlarmi? Chunki bu joy endi sizning qoidalaringizga bo'ysunmaydi. Shoh, nima uchun? 1 daqiqa. Sizni entity bilan kurashayotgan deb o'ylagan edim. Men hech qachon entity bilan kurashmaganman. Ikkovingizni kutgan edim. Nima uchun keta olmasligingizni bilmoqchimisiz? O'tiring. Yo'q. O'tir! Mayli. Farlands shunchaki buzilgan refil emas. U tirik. Uni ushlab turish uchun jonlar kerak va butun dunyoni o'zi bilan olib ketadi. Demak, entity yillar davomida Farlandsni barqaror tutgan so'nggi qurbonlik edi. Va sizlar bizni o'rniga qo'ymoqchisiz. Ref, bu nima degani? Demak, biz uyga qaytmaymiz, general. Tushundim bo'zo. Okey, quloq soling. Kurashmasdan taslim bo'lmaymiz. Qishloqlar, harakatlaning. Davay. Ref, bu yerda chiqish bor. U yerdan o'ting. Yo'q. Ref, boshqa yo'l yo'q. Ha, bilaman. Xo'sh, yigitlar, hammasi tamom shekilli. Voy, bizni rosa laqlatishdi, ha? Sen aytding bo'zo. To'g'ri aytding.